O'zbekiston Respublikasiga xizmat ko'rsatgan artist Xorazm bulbuli To'lqin Jambarov. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun shunday bir muhtasham saroyda sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Mana sizlarning oldingizda o'zini bir sarhisob qilgan bir ijodini sarhisob qilyapti. Hozir konsertni kuzatib o'tirib juda bir o'zim hayajonlandim. Mana shu konsertni mavzusi Anamov Maqsad ağamni analari iloyim sog' bo'lsinlar, şöyle o'tiribdilar. Ta'zimdamiz shu kishiga. İloyim hamisha sog' bo'lib yuraysiz. İloyim nevaralarni, chevaralarni baxtina, taxtina suyanib, sog' bo'lib mana shunday konsert bundan ham katta sahnalarda Xudoyim shu Maqsad ağamni konsertlarida mana shu bosh bo'lib o'tirish nasib qilg'ay. Amin. Endi men ham birov deydi Tapkan, tapmagan bir bak piyaz değil mi? Ağa sizi bir mübarek batkılıyla şu başınıza aman olsun. Mübarek olsun. Ben hem kolumdan gelir gelmez Karakalpaksa şunu aytkanman lekin. Almaqning bermegi var degan. Altın basın zaman. Rahmat. Xorazm Qoraqalpoq xalqlarining do'stligi abadiy bo'lsin. Mübarek olsun. Rahmat. Endi Qoraqalpoqcha qo'shiq aytsam bo'ladi. Ruxsatmi? O'xshab olmasa uzr so'rayman oldindan. Marhamat, Qoraqalpoqcha qo'shiqimiz bilan davom qilamiz. Şükür eteyin Allah'a, bir ayağa gözüm düştü.
kelib sen seyran, oshur aydın